Men sizlarga bugun YouTube'ga video qo'yishni o'rgatib o'taman. Avvalambor pastdagi plus tugmachasini bosamiz. Mana video, bu katta video degani. Xohlagan bitta videongizni qo'ysangiz. Men masalan qisqa videoga qo'ydim. Bu shorts degan. Mana buni bosamiz, buni bosamiz. Mana bu pastdagini bosamiz. Va mana bu chekidagini bossak va ketyapti mana. Bu yo'lni tezroq o'tirib olaman. Mana ozgina qoldi. Mana oq videoni oq narsani bosamiz, yozuvdi. Va shunaqa joy chiqadi. Mana qora yozuvni bosamiz. Bu yo'lni ham o'tirib olaman. Mana videoga qaytdim yana. Mana siz degan yerga ne chiqadi? Mana shorts qo'yilyapti. Oxirigacha o'tirib olaman. Mana hozir shunaqa qilib o'tadi. Men hozir videoni to'xtataman. Nimaga siz mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingisida unda ham video katta video qo'yishni o'rgatib o'taman. Hozircha shunaqa qilib video tugadi.